2016-yili 2-sentyabr kuni 78 yoshida vafot etdi. Inson qadri ulug' deya yurtboshimiz, duo qiling xalqimiz uchun zindosimiz omon bo'lsin. Ey azizlar, bu boshimiz dunyo ichida buyuk vatan O'zbekiston. Bu bag'rimda ulg'aygan nomalarim, tinchligimiz qo'riqlagan bobolarim, erkin yurtimiz ochiq qora tomonlarim, dunyo ichida buyuk vatan O'zbekiston. Arishnani teng kelolmas issiq noningga, o'zing kabi mehribon ham har tomoningga, erkin parvoz qilar qushlar tinch osmoningga, dunyo ichida buyuk vatan O'zbekiston.